$30,000 pul yoningizda qolar ekan shuni. Aynan mana shu X5 bosib olasiz. Atigi 4,400 probeg. Tasavvur qiling, 4,400 probeg uchun $30,000 arzonroqqa bosib olasiz. Ofitsiallidan olingan adashmasam va bu ofitsiallik hozir bora olaman desangiz 160 kunlarga olasiz. Chunki bu maksimum full komplektatsiya qarang. 22 razmerli disk keladi. Bitta like bosib qo'ying-da. Bauer Wilkie akustika sistema masajlargacha bor. Iko'rozmi? Karbon metallar, obshivka ham, torpedka ham o'rta konsollar. Nima podveskalargacha bor. Хрустальный такой joystiklar, M-paket, HD display, panorama, Sky Lounge ham bor, patolog Alcantara. Undan tashqari ham barmoqda balon past qiladigan jestlargacha bor. Undan tashqari shuni nima navrat bor, hammasi tiqilgan ekan. Srochniga 4,400 probeg 2024-yil top-toza yangi mashina qanday bo'lsa shunday turgan. Mana X5 24-yil 127,900 ga hosilmoqi baraka qo'yarsiz bo'ladi. Baraka qo'ying. Yangisi aytdim-ku, 160 ming turadi shu komplektatsiya.